yo'tal, bo'g'ilish hissi yoki ertalab uyg'onganda ovozim bo'g'ilib turdi deb aytishadi. Qabulga ko'pincha yoshlar yurak sohasida og'riqlarim bor, yuragim sanchyapti, chap qo'lim uvishyapti degan shikoyatlar bilan murojaat qilib kelishadi. Lekin bularning ko'pchiligida yurak muammolari aniqlanmaydi. Bularning ko'pchiligida surishtirganimizda ovqatdan bog'liq joyi borligini, kechasi tunda ovqatlanishni yaxshi ko'rishligini, harakatning kamligi, ko'pincha ovqatlangandan keyin yonboshlab yotish holatlarini kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bunday bemorlarda jismoniy harakatdan keyin yuklamada, ayniqsa engashib harakat qilganda, engilganda og'riqlarning kuchayishiga shikoyat qilishadi. Tunda quruq yo'tal, bo'g'ilish hissi yoki ertalab uyg'onganda ovozim bo'g'ilib turdi deb aytishadi. Va bularning ko'pchiligida kekirish, hiqichoqni tortilishi, undan tashqari och qoringa yoki to'q qoringa kuchli birdaniga paydo bo'luvchi jig'ildon qaynashi alomatlari seziladi. Agar sizda yuqorida sanab o'tilgan shikoyatlar bezovta qilayotgan bo'lsa, biz o'zimizning Soch Medical klinikamizda sizni kutib qolamiz.